Miqdorlarni bir-biriga bo'lishga taalluqli bo'lgan test hisoblang deb 72 detsimetr kvadrat bo'luv 96 santimetr kvadrat yozilgan. Demak, 72 detsimetr kvadrat bo'luv 96 santimetr kvadrat. Birinchi qiladigan ishimiz bir xil birlikka o'tkazishimiz kerak. Bu detsimetr kvadrat, bu santimetr kvadrat. Detsimetr kvadratni ham santimetr kvadratda ifodalashimiz kerak. Ya'ni 72 detsimetr kvadrat necha santimetr kvadratligini yozib olishimiz kerak. Demak, 1 detsimetrimiz necha santimetr? 1 detsimetrimiz 10 santimetrga teng. 1 detsimetr kvadrat bo'lsa, ya'ni 1 detsimetr ko'paytiruv 1 detsimetr bo'ladi yoki kvadrat oshirsam bo'laman. Mana 1 detsimetrga 1 detsimetr ko'paytirsam 1 detsimetr kvadrat bo'ladi. Teng. Bu 10 santimetr kvadrat degani 10 santimetr ko'paytiruv 10 santimetr degani. Bu 100 bo'ladi. 10 ga 10 ni ko'paytirsam santimetrga santimetr, santimetr kvadrat bo'ladi. 1 detsimetr kvadrat 100 santimetr kvadrat ekan. Bu teng qilaman demak 72 detsimetr kvadratimiz 72 ko'paytiruv 100 santimetr kvadrat bo'ladi. Bo'luv 96 santimetr kvadrat. Shuni hisoblashimiz kerak. 72 ni 100 ga ko'paytirsam 7200 bo'ladi. 7200 bo'ladi. Bo'luv 96 ekan. 96. Ya'ni 720 ni 96 ga bo'laman. 7 etadi. Chunki bu 100 ga yaqin, bu 700 bo'lib turibdi. 7 kare 6 42 ni ikkisi, 7 kare 9 63, 4 dildagi bilan 67 bo'ladi. Bu 10 dan 2 ni ayirsam 8, 1 qoldi bunda. Bitta qarz beraman 11 bo'ladi. 11 dan 7 ni olsam 4. Bunda hechisi qolmadi, ya'ni 6 qoldi. 6 dan 6 ni olsam 0. 0 qo'ysam 480 bo'ladi. 480 9 ta yetadi. Yo 480 imiz yo 5 ta yetar ekan. 5 ta yetar ekan bunga. 480 96 ga 5 ta yetadi. 5 kare 6 30 0. 9 kare 5 45, 3 tildagi bilan 48. Ayirsam 0. Demak, 7200 santimetr kvadratda 96 santimetr kvadratga bo'lsam 75 chiqadi. 75 ekan. Demak, javobimiz 75 ekan. Berilgan test matematika 2-4-sinf bazadan olindi. Agar 2-sinfdan boshlab 4-sinfgacha matematikani barcha mavzularini o'zlashtirmoqchi bo'lsangiz hamda 4-sinf bitirib Prezident maktablariga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, matematika 2-4-sinf bazadan foydalaning.